Assalomu alaykum Instagram ahli. Mana bunaqang detskiga ikkita shkafcha qo'yilgan. Ikkita mana divani bor. Yordam olishga mana yerga bir mebel qiluvdik. Bunaqang abrishyotkalari bor. Mana bu yerga bunaqang ruchkalar bor. Tepasi bosib ochiladigan. Bunday bu tarafi mana bunaqangi shkafchasi. Bu tarafi kiyim ilaydigani. Mana bu yoqqa kitob qo'yayotgani, bu yerga dars qiladi. Mana bu ventilyatsiya ham bor, parova отопление ishlash uchun. Keyin devordan shuncha 1 santimetrday ochiq qoldirilgan joy bor. Mana qaraganda ko'rinmaydi. Havo almashish uchun mana bu yerga parova отопление trubasi uchun bunaqangi qilingan bu tarafi. Bu taraf ham xuddi shunday 3 ta shkaf. Tepasi bosib ochiladigan, bu yerga kiyim ilaydigan. Ruchkasini hozir qo'ymaymiz, mana fasadga. Mana yerga tsarapina bor ekan, mana ko'rib turibsizlar, qirilgan. Alishtirish kerak. Pastga ham bunday ochiladigan. Bular yaxshi dosh mashinalari. Endi qiziq joyini qarang, mana stol tagiga shu yashil o'rnatishim kerak-da. Menga mana texnolog qilganda hisob kitobini olmagan. Mana bu o'rtadagi yashil bemalol ochiladi. O'rtadagi yashil bemalol ochiladi. Endi yonboshdagi yashikni qarang. Kelib urilyapti ruchkaga. Bu tarafdagisi ham shunday kelib urilyapti ruchkaga. Mana bu yoqqa bunaqangi rezetka ham qo'yib berganmiz. Knopkasini bossangiz ochiladi mana. Yorug' bo'lyapti. Mana ko'rdingizmi? Ochildi mana. Yana bunday yopib qo'yasiz. Ichkaridan ko'rinishi ham reshotkalar chiroyli chiqqan. Shunaqangi boshqaroq bo'ldi. Mana bular qo'yish toza qiyin bo'lib ketdi. Eski remont ekanchi, qiyshiq. Bular qo'yguncha odam joni. Haligacha mana hamma instrument, hamma joy. Mana 3 ta fasadni qo'yib, ruchka qo'yishim kerak edi. Ana endi shunaqa boshqaroq bo'ldi.